Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Hozir sizlarga o'rtacha yaxshi sifatdagi matrasimizni parametrlari va uni kimlar ishlatish kerak qisqacha obzorni qilib beraman. Buning uchun oldin matrasimizni ko'rib turibsizlar. Prujinasidan va unga ishlatilgan mahsulotlardan boshlaymiz. Ketdik. Prujinalarni ko'rib turibsiz. Bu зависимый ортопедический prujina hisoblanadi. Qarang, blokka. Prujinalarning yaqin turishini ko'ring. O'sha cho'kib qoladigan joyiga qo'shimcha bu mana paralon emas, mana shunaqangi polietilenovый izolon qo'yiladi. Men o'zim koreyskiy matraslarni qayta ishlovchi sexda ish o'rganganim uchun mana shunaqa narsa aynan polietilenovый izolon koreyskiy matraslarni hamma bilgan biladi sifatini, xuddi o'sha koreyskiy matraslardan ichidan chiqib keladi. Va buni O'zbekistondan toptirib, o'zimning seximda ham shu ish qo'llaganman. Ya'ni prujinani o'zi emas, qo'shimcha eng ko'p yuk tushadigan joyiga mana qanday qo'yib qo'yilgan. Bemalol odamni tikib turgan holatda ham ko'taradi. Hop, buni ustiga endi mana o'zidan tang chiqarib o'rmaydigan kavralar, yon tomonlari mustahkam turishi mana qanday burchak, spitsalniy burchak, tashqari mana 1.5 lik paralonga qavilgan pishiq sintetik material. 1.5 yon tomoni bunaqangi so'kara qo'yilgan bo'ladi. Bu matrasni yon tomoni o'sha qing'ir qiyshuq bujmayib ketmasligi uchun katta rol o'ynaydigan mana shu stokalar bo'ladi. Bu mana oyoq tomonda ham bor. Bu matrasimizni standart razmerlariga o'rtacha 700 ta prujina va 14 ta aylana tutqich ishlatilgan bo'ladi. Xo'p, qo'limdan kelgancha tushuntira oladim deb o'ylayman. Bu matrasimizni demak 1 kvadrati o'sha opisaniyada yozib qo'yilgan summadan chiqadi yoki siz bergan razmerda video tagida hisoblab bergan bo'lamiz. Aynan bu yakkalik bo'ladimi yoki ikkilik bo'ladimi? Biz ko'rsatgandaqa prujinasi o'sha zichlikda bo'ladi va unga qo'yilgan polietilenovый izolon va qo'shimcha yon tomondagi ushlab turuvchi maxsus tutqichlar o'sha ko'rsatilgan balansda qo'yiladi.